催することを決定いたしました。 Biz öz ovozimizni, o'zimizning beshimizga kelgan kulfatni va erkinlik talabimizni butun g'arb dunyosida, butun dunyoda anglitib kelyapmiz. 私たちは我々の声を上げた有志たちを死刑にし、そして彼らを無刑に有刑にというそういう無法な裁判を開き、彼らを刑務所に閉じ込めております。 Bo'libmi iqtisodiy jihatdan dunyo zo'ravoniga aylangandan keyin 特に彼らに脅威を与える全ての行為をやめるよう求めます。 Xitoy hukumati bizning vatanimizda erkin harakat qilishga ruxsat qilmadi. Bizni tutdi, otdi. Biz demokratiya davlatlariga berib qilayotgan harakatimizni har bir davlatda to'sib atdi. Bizning dunyoda berayotgan erkinligimizga aralashtirmasligini talab qilamiz. Davlatlarda turayotgan erkinlik jangchilarining zulmini bo'g'masligini so'raymiz. 私たちは中国政府は私たちのような自由の声を止めるようにそういう行動をとってここに集まった皆様が我々に日本の土地を提供し我々にこんな貴重な機会を与えたことに対して心から御礼を申し上げます。ありがとうございます。 Biz bütün Yapon halkı, Yapon hükümetini ve bütün dünya halkını bizdeki ezilgan milletlerge yardımcı çağırırız. 투. 看看这里啊，不对，把투. 哎，看这里。看这个투.
紹介？とりあえず歩行者通ります。どうぞ。